Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. G'ayuda to'liq 1 plan 400 kvadrat metr bir etaj yangi qurilgan hovli-joyimiz arzon narxda sotib chiqdi. Ferma ko'chadan o'tamiz, orientirimiz yangi domla bo'ladi. Shuni to'g'risida 2 magazin bor yurtdoshlar. Ichidan to'g'ri giramiz, o'ngga poro chiqadi. 10 metr 15 metr aralıkdagi ko'chada do'stlar sal girsak bir 20 metr girganda chap qo'lda keladi. Yurtdoshlar, yangi qurilgan отдельный solingan bir etaj ayrim jihozlar bilan arzon narxda sotib chiqdi. Like'larni bosinglar, biz bilan do'konsa kuzatinglar. Ichkari qismini obzorni qilib beramiz. Qani ketdik do'stlar. Yaqinlara tashab qo'yish yoddan chiqmasin. Birgalikda kuzatib chiqamiz. Yurtdoshlar, hovli joyimizga yetib keldik. Joyimizning tashqi ko'rinishi oldi steshkak qilingan, baland solingan joy. Ikki yonlama ko'rishingiz mumkin. Alifonlar ham qilingan, tom qismi ham sifatli yapilgan. Keng ko'chada joylashgan ekan, bir tixiy joyda. Ajoyib mesda. Lokatsiyasına gap yo'q. Yo'lni ustuna dim yaqin. Oldi steshga qilingan yurtdoshlar, bu yerda salmadan suv oqib o'tadi ekan. Latoklarni ham tashalgan, oynalar sifatli, aqva plastik rammadan bo'ladi. Ichkari qismini danishamiz. Like'larni bosib kuzatinglar. Ikkili eshik stupenkalar ham qo'yilgan bo'ladi. Bismillah. Do'stlar, girish qismimiz. Shuni dalanimiz o'ng tomonga qaratilgan. Yog'och pol laqlangan, bu yerda stupenkali qilib, baland qilib qo'yibdilar, o'tirib ovqatlanadi. Joyimiz isitish tizimlari registrlar bu yerga o'rnatilgan bo'ladi. Oynamiz ko'cha tomonga qaragan. Bitovoy texnikalar yetadi ekan, xolodilnik televizorlarimiz polностью döşelgan yurtdoshlar. Keng koridor tushgan bo'ladi. Eshiklarimiz high-tech ukrainskiy eshiklar qo'yilgan yurtdoshlar. Bu yerda yana girgandan chap tomonda zalimiz keng tushgan yurtdoshlar, balandligini ham gap yo'q. Isitish tizimlari yog'och pol laqlangan. Shpaklevka holatda turibdi. Devorlarimiz hech yerida treshina yo'q. Aytib o'tganimizdek, quvvatli solingan, fundamentlar ham o'zim yashayman deb qo'ydirgan ekanlar. Patologlardan figuralar berilgan. Do'stlar, kelasizlar, fon berasizlarmi? Ramka tashatib high-tech uslubida remont qilsangizlar, bir eshiklaridan mas tushadi. Bu yerda yana bir xonamiz yurtdoshlar. Bam keng uzun katta tushgan ekan. Oynasi bana qaragan. Yurtdoshlar, döşelib turibdi, tayyor taqlanib turgan joy. Bismillah deb olasizlar, to'g'ri kelib yashab ketaverasizlar inshaalloh. Bu yerda sanuzelimiz, bu oshxonamiz bo'ladi, keng tushgan. Bu yerda spalnyamiz, yana bu yerda yana bir spalnya bor. Bu yerni o'zlarini zaruriy anjomlarini qo'yib qo'ydi ekanlar. Sanuzelda patalka kafellar urilgan, vannasi, unitazi, rakovinasi smesителlar taqilgan, suv, sovuq suvdan muammosi yo'q. Girish eshiklari aqva plastik rammadan, ichkari qismida oynalar ham bor do'stlar. Yurtdoshlar, sanuzelning ustidan foydalansa bo'ladi. Bu ham shu o'zlaringizni zaruriy ehtiyoj buyumlaringizni asbob uskinalarni qo'ysa bo'ladi. Bu yerda kuxnyamiz, gaz plita, posudamoychi, kafel fartuqlar urilgan, rozetkalar tashalgan bo'ladi. Yurtdoshlar, aristonimiz ham bor ekan. Gaz toshkalar kelib turibdi. Inshaalloh aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib, yaqinlara tashab qo'yinglar. Uy joy izlab turganlara bir plan joy bu bahada hech yerda topolmaysizlar. İnşallah satılışına sebepçi olsa xursand bo'lamiz. Bu yerda spalnyamiz bo'ladi. Oynasi bog' tomoniga qaragan. Bog'ni ham ko'rib o'tamiz. Do'stlar, o'tirib bermasdan kuzatinglar. Katta bog'li narsa so'raydiganlar bor edi. Двухконтурный настенный котелni mощностini qo'yib qo'ydilar. Stabilizator reduktorlari bilan bitovoy texnikalar masalasini aytib o'tganmiz. Yetadi do'stlar. Bismillah. Mana bog' tomonimizda steshka proxodlar qo'yilgan, gullar, mevalar ekilgan do'stlar. Letniy hojatxonasi ham bor, kladovishni ham diklab qo'ydilar. Sozlab taqlab olaverasizlar. Kanalizatsiya tashqi qismidan chiqarilgan bo'ladi. Bu yerda yana tapchan qo'yib, naves qilib bir o'tirib, letniy kuxnya, barbekyularni tashlab bersangizlar ham bo'laveradi yurtdoshlar. Qo'shni tomoni baland zabor qilingan. Aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosinglar do'stlar. Narxini keladigan bo'lsak ekranda yozib qoldiramiz. Mulk egasining nomerini qoldiramiz. Prямо o'zi bilan halol savdolashib olaverasizlar. Salomat bo'ling. Kimki o'z ko'chmas mulkini sotib qo'yajak bo'lsa, bemalol biz bilan bog'laninglar. Sotishda yordam beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz bilan tanishib boraverasizlar. Like'larni bosib, kommentariyada yaxshi fikr bildirib o'tirganlar, ilohim Alloh taolo hammangizni bir ajoyib sifatli joylarga yetirsin, bizlarni sababchi qilsin. Omon bo'ling.